Dadam duosini olishdi. Barchaga assalomu alaykum. Bugun yomg'ir yog'ib ozgina havolar aynib qolgani uchun ishlarimiz obedgacha to'xtatildi. Shu dam olishimizdan foydalangan holatda Jalaluddagi Uyur choyxonasiga keldik ota-onam bilan. Sveji tayyorlashadi akalarimiz mana. Bugun dam olibman. Ota-onam bir uyg'urlamon yegan olib keldik. Bir tatib ko'rishsin-a, uyg'urlamonni. Sog'inganmiz deyapti. Mana qilib yeydi deb ko'rsatib qo'yapti dadam. Qani do'stlar, mazasini yeb bo'lgandan keyin aytib o'tamiz. Hani dadam bilan onamga 40 mashashli, g'ijdon shashlilarini bir ko'raylik, ta'mini bilishsinchi. Keldi. Yaxshi o'tiribsizlarmi? G'ijdon shashligimiz ekan dada. Hozir 40 masa ham keladi. Bir bularni ham tatib ko'rib baho berasizlar-da. Bittasiga qornim to'yadi, biz 40 manga kerak. Yo, hozir ko'ramiz mazalarini. Va mana ham juda go'zal uyg'urlama, haqiqiy uyg'urlama bo'pti. Yoqdi bizga, ha bo'lsa. Qalay, onajonim? Nihoyatda go'zal. Yoqdi bizga. Alloh mandijda hamma masalliqlar bor ekan, Xudoga shukr. Aynaqa qo'zi qorinlargacha solib. Onajon sizga yoqdimi? Rahmat, zo'r. Hamma masalliqi zo'r. Oxir marta bunaqa yo'qlama qachon yedingiz? Yo'q, men ko'chaga chiqib unaqa lama yemagan edim. Bu lama juda zo'r bo'ldi. Joy-joyida pishgan, dirkillab turibdi. Ha, 40 masa ham keldi mana. O, pomidor qalampirlar bilan dada. Ko'rlarchi? Mana do'stlar, hozir taomlarni yedik. Endi qani fikrini bilamiz. Dada qalay bo'ldi? Endi rahmat avvalambor. Shunchalik kelib bizni xursand qilganing uchun katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Bu yerda xizmat qilayotgan o'g'il qizlarimizga, aka-ukalarga ham hammalariga rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Ovqatlari go'zal, chiroyli, havas qiladigan darajada. Og'zingda ta'mi yaxshi qolar ekan. Mana shashillardan yedik, lamman yedik. Shashillarga ham gap yo'q. Qo'yoq, go'shtda qilingan shashligi ham juda yaxshi, chiroyli, yoqdi bizga. Endi bu o'g'lim obunachilarga ham biz aytadiganimiz ko'p obuna bo'linglar, ko'p like bosinglar. Biz shuni so'raymiz endi farzandimiz uchun. Nima so'raymiz? Omadini bersin, ko'p qatorda bizning farzandimizni ham. Doimo salomat yursin, ishlariga rivoj bersin. Rahmat. Doim salomatchilikda, yaxshi kunlarda o'ynab kulishini Alloh nasib etsin. Hamma farzandlarimizga, hamma nevarachalarimizga va hamma insonlarga. Assalomu alaykum. Voy, assalomu alaykum. Rahmat. Katta rahmat sizlarga ham, Alloh rozi bo'lsin. Ardoqlab, chapisa qildirganing uchun senga. Farzandlaringdan Shunaqa bo'ladi. Ko'rasizlarmi? Shu videoga bitta like bosib qo'yinglar. Alhamdulillah allazi yattamana va saqana va jallana muslimin. Parvardigorim yedirding, ichirding. Allohim o'zingga shukr, o'zingga hamd va sanolar bo'lsin. Hammalarimiz Alloh o'zing hizbi himoyangda, panohingda asragan. Yurtimizni obod qilgin, yanada tinch qilgin. Allohim bu yurtimizni tinchligida, obodligida xizmat qilayotgan barcha rahbarlarni Allohim o'zing panohingda asragin. Umrlarini ziyoda qilgin. Allohim hammalarimizni Alloh o'zing panohingda asragin Parvardigorim. Ko'nglimizda nimaiki yaxshi niyat orzular bo'lsa, Allohim barchalarimizni yaxshi niyat orzularimizga Allohim inshaalloh ziyodasi bilan yetkazgin Parvardigorim. Parvardigorim jamiga o'tganlarda Alloh o'zing rahmatingga olgin, qolganlarni salomat qilgin. Robbana atina fid dunya hasanatan fil oxirati hasanatan va qina azabannar bi rahmatika arhamar rohimin. Allohu akbar do'stlar. Ana. Ota-onam duosini olib turish kerak deyman. Ashunda ishlarimiz zo'r bo'ladi. Yurishaveradi ishlarimiz, xudo xolasa.